yaxshi. Judayam chiroyli o'tdi-da. Endi menga qarang, qizim. Bunaqa dabdabali, ortiqcha hoy-havasni nima keragi bor? Men tushunmayman. Bu boyligini ko'z-ko'z qilishmi yoki atrofdagilarga mana qaranglar, men sizlardan ustunman deb maqtanishga kiradimi? Shuni tushunmayman, bolam. Nimaga unaqa deysiz, oyijon? Axir orzu-havas-ku bu. To'g'ri bolam, orzu-havas. Lekin hamma narsa evi bilan bo'lish kerak. Bilasiz, men bilan qaynotangizni bunaqa dabdabaga xushimiz yo'q. Shunda men tuqqanimda bunaqa olib chiqmaysizlarmi? Qizim, jon bolam. Oldin farzandimiz dunyoga kelsin. Bolajonimni bag'ringizga eson-omon bosib oling. Bu yog'i bir gap bo'lar. Xudo xohlasa Zafarjon o'sha kuni mashinasida o'zi olib keladi sizlarni. O'zimiz kichkinagina chiroyli oila davrasida